Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan xattotlik haqida 7 ta qiziqarli fakt haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Eng qadimgi san'at turlaridan biri bu xattotlik. Islom madaniyatida muhim o'rin tutadi va Qur'on oyatlarini chiroyli yozish san'ati sifatida rivojlangan. Ikkinchi fakt: harflarning harakati. Xattotlar harflarni raqsga tushayotgan yoki suzayotgan shaklda yozishga harakat qilishadi. Uchinchi fakt: qoida va intizom. Har bir xattot o'z ishini boshlashdan oldin yillar davomida maxsus mashqlar qiladi, chunki harflarni to'g'ri yozish qoidalari juda aniq belgilangan. To'rtinchi fakt: xattotlik uslublari. Sulus, nasb, divani, kufiy, riqo va nastaliq kabi turli uslublar mavjud bo'lib, har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Beshinchi fakt: qo'lda ishlangan maxsus qalamlar. Xattotlar bambuk yoki qamishdan tayyorlangan qalam ishlatishadi va har bir qalam maxsus burchakda kesiladi. Oltinchi fakt: xattotlik va Qur'on. Qur'onning eng mashhur nusxalari qo'lda yozilgan va ularning ba'zilari juda murakkab naqshlar bilan bezatilgan. Yettinchi fakt: xattotlik faqat yozuv emas. Ba'zan xattotlik san'ati tasviriy san'at bilan uyg'unlashib, naqsh va ornamentlarga aylantiriladi. Mana do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa va yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'ling va do'stlar bilan ulashishni ham unutmang.